nega yig'layapsan? Hasanlardan qaytildimi? Jonim degan totli tildan alvidolar aytildim. To'paylading yor to'yida bildirmasdan yor. Yo'q, uyda tashlab borasizmi? Ha, bo'ldi, singlim. Bo'ldi, bemalol chiqaring. Qaysi tomonga yuramiz? Avtovokzalda pochta bor-ku. Biror narsa olasizmi pochtadan? Yo'q, narsa jo'nataman. Klientimizga dostavka. Hozir pulim yo'q deydingizmi? Hamma pul sizdagi o'xshayapti-ku. Hazillashuvdim aka. Ha, hazillashuvdingizmi? Hazillashuvdim. Aka, Voy, shu suvingizni ichsam maylimi? ha, bemalol. Bunda emas. Bak, yangisini bering, mana. Bir olami? Oling. Shop tut. Ichganmisiz? Yo'q, ichmaganman. Aka, siz ham bilasiz ekan, qanaqa suv ichishni. Yoqdimi? Zo'r ekan. Chiroyli yigitlar tanlovi ekan-da bu suv. Chiroyli yigitlar tanlovi, chiroyli qizlarni ham tanlovdi bu. Ko'nglim nega yig'layapsan? Hasanlardan qaytildimi? Jonim degan totli tildan alvidolar aytildim. To'paylading yor to'yida bildirmasdan yor uyida. 3 kun avval soy bo'yida alvidolar aytildim, alvidolar aytildim, alvidolar aytildim, alvidolar aytildim. Canım bugün Hasanlardan qaytildim. Yoqdimi qo'shiq? Siz zo'r aka. Qo'shig'ini aytaman. Haqqoniy komfort ekan. Haqiqiy komfort, ha?